Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana arab xurmosini ajva sorti sotiladi. Bular sovuqqa chidamliligini ko'rib turibsiz. Bu yerda limonlar juda sovurilgan, ya'ni teplitsa bu yil isitilmagan umuman. Gradusi 0 gradusga tushgan harorat. Bular 0 gradusda bemalol chidamli. Xo'p, bir donasi 250 ming so'mdan ajva sortining ayoli. Mana bular xurmolar pishga. Xurmolar mana. Mana bular qaraydi yuradigan joylari. Gap yo'q, hamma nima darada. Bittani erkasi ham bor edi, buni daraxti. Mana bu daraxti yonidachi erkasi ham bo'lish kerak ekan, yo'qsa hosil bermas ekan bular. Ya'ni bularni daraxtchilar tushunadi, deymi? Gap yo'q lekin boru.